Davlat sizning kompaniyangizga 20 ming dollar subsidiya berdi. Pul hisobingizga tushdi. Xo'sh, endi bu yil foydangiz ro'ppi-ro'sa 20 mingga oshadi deganimi? Shoshilmang. Hammasi biz o'ylagandek oddiy emas. Tasavvur qiling, buxgalteringiz xursand. Zo'r, bu yil foydamiz 20 mingga oshadi deydi. Lekin bilasizmi, bu yil o'sha puldan foydaga tushadigani atigi 5 ming dollar. Qolgan 15 ming esa shunchaki kutib turadi. Qanday qilib? Axir pul to'liq kelgan-ku. Gap shundaki, bu yerda butun moliyaviy dunyoqarashimizni o'zgartiradigan muhim bir qoida bor. Xalqaro standart, ya'ni IAS 20 bo'yicha davlatdan kelgan pul kelgan zahoti to'liq foyda bo'lib yozilmaydi. U qat'iy ravishda o'zi bog'liq bo'lgan xarajat bilan birga asta-sekin foydaga o'tadi. Buni yaxshilab yodda tuting. Bu juda muhim. Xo'sh, bugungi sonimizda siz quyidagilarni bilib olasiz. Nega davlat sizga 20 ming dollar berib qo'ysa ham, bu yil foydangizga faqat kichik qismi tushadi? Matching, ya'ni moslashtirish qoidasi nima ekani va nega u shunchalik muhimligini. Subsidiyani hisobotda ko'rsatishning ikki xil yo'lini, davlat pulini olgan zahoti to'liq foyda yozib yuborsak, nima uchun bu xato bo'lishini va eng asosiysi, IAS 20 ning butun mohiyatini bitta oddiy jumlaga jamlaydigan qoida nima? Keling, aniq raqamlar bilan tushunish uchun bitta sodda misolni olamiz. Bir kompaniya yangi mashina, ya'ni stanok sotib oladi. Mashinaning narxi 100 ming dollar. Davlat esa uning 20%ni, ya'ni 20 ming dollarni subsidiya qildi. Foydali xizmat muddati 4 yil. Qoldiq qiymati 0. Amortizatsiyani to'g'ri chiziqli usulda, ya'ni har yili teng miqdorda hisoblaymiz. Mana shular biz tayanadigan asosiy raqamlar. Endi IAS 20 ning asosiy qoidasi bilan tanishamiz. Uning butun yuragi bitta so'zda: moslashtirish, ya'ni matching. Qoida shunday: davlat subsidiyasini kelgan zahoti to'liq foyda deb yozib bo'lmaydi. Uni aynan o'zi qoplash uchun berilgan xarajat bilan bir xil suratda foydaga kiritib borish kerak. Bizning misolda subsidiya mashina uchun berildi. Mashina esa 4 yil ishlaydi va har yili amortizatsiya qilinadi. Demak, subsidiya ham xuddi shu 4 yilga bo'linib, amortizatsiya bilan bir xil nisbatda foydaga o'tadi. 20 ming dollarni 4 yilga bo'lsak, har yili 5 ming dollar. Mana, endi tushunarli. Aynan shuning uchun birinchi yili to'liq 20 ming emas, faqat 5 ming dollar foyda bo'ladi. Keling, buni raqamlarda ko'ramiz. Avval amortizatsiya. Mashina 100 ming dollar, muddati 4 yil, qoldiq qiymati 0. Demak, har yilgi amortizatsiya 100 mingni 4 ga bo'lamiz, ya'ni 25 ming dollar. Endi subsidiya. 20 ming dollarni 4 yilga bo'lamiz, har yili 5 ming dollar. Mana shu ikki raqam har yili birga ishlaydi. Endi bu raqamlar foyda va zarar hisobotida qanday aks etishini ko'ramiz. Aytaylik, kompaniyaning amortizatsiya va subsidiyadan oldingi foydasi har yili 50 ming dollar. Amortizatsiyadan oldingi foyda 50 ming. Undan amortizatsiyani ayiramiz, 25 ming. Ustiga subsidiya daromadini qo'shamiz, 5 ming. Natijada sof foyda 30 ming dollar. Ko'ryapsizmi? Subsidiya to'liq 20 ming bo'lib emas, faqat 5 ming bo'lib foydaga qo'shildi. Chunki u o'zi bilan bog'liq amortizatsiya bilan moslashtirildi. Endi eng qiziq joyi. Birinchi yili subsidiyaning 20 mingidan faqat 5 mingi foydaga o'tdi. Xo'sh, qolgan 15 ming qayerda turadi? U moliyaviy holat hisobotida, ya'ni balansda kelajakdagi daromad bo'lib turadi. Ya'ni bu hali foydaga aylanmagan, navbatini kutib turgan subsidiya. Birinchi yil oxirida balans shunday. Mashinaning dastlabki qiymati 100 ming dollar. Undan jamlangan amortizatsiyani ayiramiz, 25 ming. Aktivning balans qiymati 75 ming dollar va alohida davlat subsidiyasi kelajakdagi daromad sifatida 15 ming dollar bo'lib turadi. Har yili bu 15 ming asta-sekin kamayadi. Keyingi yili 10 ming, undan keyin 5 ming va oxirida 0 ga tushadi. Xuddi subsidiya asta-sekin foydaga qo'yilib borgandek. Aslida IAS 22 ta yo'lga ruxsat beradi va ikkalasi ham to'g'ri. Birinchi yo'l biz hozir ko'rgani. Subsidiya alohida, kelajakdagi daromad bo'lib turadi. Mashina esa to'liq 100 ming dollar qiymatida qoladi.
Ikkinchi yo'l subsidiyani to'g'ridan to'g'ri mashina narxidan ayirish. Ya'ni 100 mingdan 20 mingni ayiramiz, 80 ming dollar. Amortizatsiya endi shu 80 mingdan hisoblanadi. Qizig'i shundaki, ikkala yo'lda ham yakuniy sof foyda bir xil chiqadi. Har yili 30 ming dollar. Farq faqat hisobotda qanday ko'rsatilishida xolos. Xulosa qilishdan oldin, bugungi misol nimani isbotlaganini tez eslab o'tamiz. Davlat subsidiyasi kelgan zahoti to'liq foyda bo'lmaydi. U o'zi bog'liq bo'lgan xarajat bilan bir xil suratda asta-sekin foydaga o'tadi. Buni ikki xil yo'l bilan ko'rsatish mumkin, lekin natija hamisha bir xil. Agar ushbu darsdan eslab qolishingiz kerak bo'lgan faqat bitta narsa bo'lsa, u ham bo'lsa mana shu oltin qoida. Pul kelishi foydani belgilamaydi. Moslashtirish belgilaydi. Agar buni chuqur anglab yetsangiz, IAS 20 ning butun mohiyatini o'zlashtirgan bo'lasiz. Xo'sh, bir o'ylab ko'ring-chi. Sizning biznesingizda davlatdan yoki boshqa manbadan kelgan qanday yordamlar borki, ular aslida shu qoidaga muvofiq taqsimlanishi kerak. O'rganishda va moliya olamini kashf qilishda davom eting.